Bu Cobalt avtomobilimizning navrotlariga Premierni 1300-1400 dollar atrofida xarajat bo'ldi. Qilingan ishlarni obzor qilib beramiz. 1300 dollar atrofida nima ishlar qilsa bo'ladi bu avtomobilimizga. Birinchi navbatda полный shum izolyatsiya qilingan, premium klassda shumka qilingan, eng yaxshi materiallardan foydalangan holatda. Undan keyin Malibu 2 bar, Malibu 2 rul, original uстановка qilib berganmiz. TS monitor, oldi orqa kamerasi bilan birga, полный salon matviy aquaprintda bo'lgan. Hamma detallari bo'ladi. Undan keyin salon podsvetkalar, oyna ko'targan knopkalari, bardagi, ruldagi podsvetka, ruchkanchaga podsvetka qilib qo'yganmiz. Eshik yopishgan material частьlarini kojinli qilib berganmiz. Xo'p, undan keyin sidenlarimizdagi demet chexollarni ham taqib berganmiz. TS bu oldi video registratori ko'rishi. Xo'p, undan tashqari zadniy kamerasi ham bor. Full HD kameralar bilan o'rnatilgan TSimiz mana. Ko'rasizlar, rulni burganda palasalari buriladi. Hammasi joy-joyida ishlaydigan qilib o'rnatib berganmiz. Hamda sidenlariga abagreiflarni ham o'rnatib berganmiz. O'zida bo'lmaydi mana. Barga ulab ishlatib qo'yganmiz. Xullas tayyor holatda. Примерно 1300-1400 atrofida ketdi mana shu navrotlarga. Rul, bar, aquaprint, monitor, kamera oldi orqa, sidenlarga chexol, shumka, обшивка ko'ji, salon podsvetka hammasi bo'lgan. Qiziq bo'lsa bizga Max Tuning murojaat qilaverasiz.